Assalomu alaykum. Bugungi ma'ruzamiz mavzusi bolalarda bo'g'im sindromi, umumiy amaliyot shifokori taktikasi haqida bo'ladi. Ma'ruza mavzusi, demak, bo'g'imlarda og'riq sindromi haqida gap yuritiladi. Yuvenil revmatoid artrit, yuvenil revmatoid artritni taqqosiy tashxisini o'tkazish to'g'risida gap yuritiladi. Ushbu kasallikni davolash hamda bu o'rinda umumiy amaliyot shifokori taktikasi to'g'risida ma'lumotlar beriladi. Biriktiruvchi to'qimaning diffuz kasalliklari va surunkali yuvenil artrit autoimmun protez mavjud bo'lgan immun patologik tabiatli kasalliklar bo'lib, bular sistemali jarohatlanishlar, qaytalanish va progressiyalanish bilan xarakterlanadi. Surunkali yuvenil artrit yoki hozirgi yangi klassifikatsiya bo'yicha yuvenil idiopatik artrit va biriktiruvchi to'qimaning diffuz kasalliklari yosh bolalarning deyarli 0,03%da uchraydi. Uchrash ko'rsatkichi bo'yicha yuvenil idiopatik artrit birinchi o'rinda turadi, keyingi o'rinda sklerodermiya, tizimli qizil yugurik, dermatomiyozit va sistemali vaskulitlar turadi. Oxirgi yillarda bu kasalliklarning kattalar va yosh bolalar orasida uchrash tendensiyasi ortib bormoqda. Kasallikning etiologiya patogeneziga to'xtaladigan bo'lsak, patologik prosesning yuzaga kelishida turli xil ta'sirlar, ya'ni bakterial va virusli infeksiyalar, dori preparatlari, oqsil preparatlari, fizik faktorlar va boshqalarni roli muhim o'rin tutadi. Bu faktorlar T hujayrali limfositlar populyatsiyasining sensor funksiyasini pasaytiradi. Demak, etiologik faktorlarda e'tiborga oladigan bo'lsak, bunda asosiy rol o'ynaydi infeksion, nasliy, neyroendokrin, klimatik, travmalar, ovqatlanish faktorlari hamda premorbid fonlar. Demak, immunkompetent hujayralarning boshqarib bo'lmaydigan darajada ko'payib borishini hisobga olib, ushbu kasalliklar qaytalanish va progressiyalanishga moyil bo'ladi degan fikrga kelamiz. Kasallanishning yuqori nuqtasi 2-3 yoshdagi bolalarga xos bo'lib, ko'pinchalik pubertat yoshgacha kasallanish bir xil darajada aniqlanadi va keyinchalik kasallanish chastotasi ortib boradi. Yuvenil idiopatik artrit kasalligining klassifikatsiyasi quyidagicha. Demak, kasallikning klinik anatomik xarakteristikasiga ko'ra revmatoid artrit bo'g'im shakli, ko'z zararlanishi bilan va alohida turlari farqlanadi. Demak, bo'g'im turi poliartrit, oligoartrit, ya'ni 2-3 bo'g'im zararlanishi bilan monoartrit formalarga bo'linadi. Visceral shaklida esa chegaralangan visteritlar, stil sindromi, allergiseptik sindromlar tafovut qilinadi. Chegaralangan visteritlar asosan retikuloendotelial sistemaning zararlanishi, yurak va qon tomirlar, buyrak, o'pka, asab tizimi, siroz to'qimalar, teri, ko'z zararlanishi hamda ichki a'zolarda amiloidoz kechishi bilan xarakterlanadi. Hamroh kasalliklar bilan birga kechishiga e'tibor qiladigan bo'lsak, revmatoid artrit kasalligi o'tkir revmatik isitma, biriktiruvchi to'qima diffuz kasalliklari bilan ko'pincha hamroh kechadi. Endi klinik immunologik xarakteristikasiga ko'ra revmatoid omilining aniqlanishi va aniqlanmasligiga qarab musbat va manfiy turlarga bo'linadi. Kasallikning kechishiga ko'ra tezkor kuchayish, sust rivojlanish va rivojlanmasdan kechish turlari tafovut qilinadi. Patologik jarayonning ushbu kasallikda faollik darajasiga ko'ra 3 ta daraja farqlanadi. Bular yuqori, o'rta hamda past darajalari. Shu bilan birga kasallikning rentgenologik davrlariga ko'ra 4 ta davr tafovut qilinadi. Bunda birinchi davr bo'g'imlarda osteoporoz rivojlanishi bilan xarakterlanadi. Ya'ni bunda bo'g'imlarda suyuqlik yig'ilishi, periartikulyar to'qimalarning qattiqlashuvi, shikastlangan bo'g'im epifizlari o'sishining tezlashishi bilan xarakterlanadi. Ikkinchi bu darajasida yoki bo'lmasam bosqichida bo'g'im yorig'ining torayishi va bunda ba'zi bir bitta ikkita suyaklarning o'zgarishi bilan xarakterlanadi. Uchinchi bosqichida esa aniq tarqalgan osteoporoz aniqlanadi va yaqqol namoyon bo'ladigan suyak toga destruksiyalari aniqlanadi. Ya'ni biz ko'rganimizda suyaklar o'sishining buzilishi kuzatiladi. Endi 4-bosqichda esa 1 va 3-bosqichdagi hamma o'zgarishlar namoyon bo'ladi va bunga qo'shimcha ankilozlar, rentgen
nimalarda rasmlarda ko'rina boshlaydi. Demak, agar biz ko'radigan bo'lsak, sog'lom bo'g'im bilan solishtiradigan bo'lsak, sog'lom bo'g'imda hech qanday suyakda va bo'g'imlarni qavatlarida, ichkari sohalarida o'zgarishlar bo'lmagan holatda mana osteoartroz birlamchi belgilari asta-sekin yemirilishga xos bo'lgan belgilar bilan boshlanadi va revmatoid artrit kasalligi уже klinik namoyon bo'lganda mana shu yemirilishning yaqqol namoyon bo'lishi kuzatiladi. Yuvenil idiopatik artritning rentgen birinchi, ikkinchi, uchinchi bosqichlariga e'tibor qilsak, mana rentgen ko'rinishda ham birinchi darajasida juda qisman, juda ham bilinmagan holatda osteoporoz o'zgarishlar, ikkinchi bosqichda esa yemirilish asta-sekin boshlangani va uchinchi bosqichda yaqqol ko'rinadi. Siz ko'rib turgan ushbu slaydlar mana shu suyakdagi o'zgarishlarni namoyon qilgan. Mana to'rtinchi bosqichdagi deviatsiya yoki mana bu ankilozlarning paydo bo'lishi bu qaytmas jarayonlar bo'lib hisoblanadi. Demak, bemorning funksional holatiga e'tibor qiladigan bo'lsak, bu ham o'ziga xos klassifikatsiyalanadi. Ya'ni birinchisida saqlangan bo'ladi, ikkinchisida tayanch harakat tizimi holati bo'yicha buzilgan bo'ladi. Ya'ni bunda o'ziga xizmat qilishi saqlangan, o'ziga xizmat qilishi qisman yo'qolgan va o'ziga xizmat qilishi to'liq yo'qolgan. Uchinchi bosqichida esa ichki a'zolar va ko'z holatidagi o'zgarishlarni ham qo'shilishi bilan xarakterlanadi. Klinik manzarasiga e'tibor qiladigan bo'lsak, kasallikni, demak, birinchi bu Amerika Revmatolog assotsiatsiyasi tomonidan ishlab chiqilgan tashxis kriteriylariga asoslanadi. Demak, birinchi artritning doimiyligi, og'riq, ya'ni faqat bu harakatlanganda yuzaga keladi. Bo'g'imlar paypaslanganda esa og'riqsiz holat kuzatiladi. Ba'zi hollarda periartikulyar to'qimada kuchli namoyon bo'lgan eksudativ jarayonlar aniqlanadi. Kasallikka ertalabki karaxtlik xarakterli bo'lib, bu bir necha minutdan tortib bir necha soatgacha davom etishi mumkin. Ko'pincha sutkalik ritm artralgiyani aniqlash mumkin bo'ladi. Ya'ni artralgiya bo'g'imlardagi og'riq asosan ertalabda kuchli namoyon bo'ladi. Bo'g'im shakliga e'tibor qilsak, proksimal falanglar aro bo'g'imlarning zararlanishi bolalar amaliyotida muhim ahamiyatga ega va buni biz aniqlaganimizda biz uchun tashxis qo'yishga to'liq ishonch bildirishimiz mumkin bo'ladi. Revmatoid artritning ko'pincha mono va oligoartritik variantlari uchraydi va bu kasallikni 5% tashkil qiladi. Shundan 3dan 2 qismi 2-4 yoshga to'g'ri keladi. Endi unchalik aniq simptomlarga ega bo'lmagan tipik formalaridan o'tkir osti variantlarida kasallikning boshlanishi ham mumkin bo'ladi. Demak, patologik protsesga qanchalik ko'p bo'g'imlar va qanchalik yirik bo'g'imlar berilsa yoki qatnashsa, kasallikning boshlang'ich davrlari shunchalik aktiv va yaqqol namoyon bo'ladi. Slaydda ko'rib turganingizdek, bu bo'g'im va bo'g'im visceral turlaridan misollar keltirilgan. Demak, proksimal falanglar aro bo'g'im zararlanishida mana misol keltirganimizda ko'pincha bu qizlarda namoyon bo'lishi kuzatiladi. Mana bu slaydda bemorda tizza bo'g'imlari zararlanishining o'ziga xos simmetrikligi, shu bilan birga monoartikulyar formada kasalxonaga kelgan bemorlarda davolashga qaramasdan kasalxona sharoitida parallel yoki simmetrik xuddi qo'shimcha o'sha yondosh a'zoda shu bo'g'imni zararlanishi xarakterli bo'ladi. Obyektiv tekshiruvda bo'g'im konfiguratsiyasining o'zgarganligi hamda periartikulyar to'qima hisobidan hajmining oshganligi, bemorlarning yarmida esa mahalliy temperaturaning ortishi kuzatiladi. Ko'pincha og'riqli kontraktura jarayonlari aniqlanadi. Laborator tekshiruvlarga e'tibor qilsak, bunda umumiy intoksikatsiya belgilari, ya'ni temperatura reaksiyasi hamda ko'pincha bu holatlar bo'g'imlardagi mahalliy o'zgarishlar bilan parallel kechadi. O'tkir boshlang'ich davrida eritrotsitlar cho'kish tezligining ortishi, qonda S-reaktiv protein yoki oqsilning paydo bo'lishi hamda disproteinemiya kuzatiladi. Ya'ni qondagi alfa va gamma globulinlar ortadi.
Demak, o'tkir osti va latent kechganda kasallikda laborator ko'rsatkichlar to'liq namoyon bo'lmaydi yoki kam darajadagi o'zgarishlar bilan birgalikda kuzatiladi. Kasallikning mono va o'rligi artikulyar formasida ko'pincha bemorlarda terapiyaga yaxshi samara beradi va 4-1% bemorlarimizda kasallikni progressiyasi kuzatilmaydi. Demak, davriy ravishda kechuvchi jarohatlangan bo'g'imlar kam darajadagi aktivlik bilan unchalik kuchli bo'lmagan og'riq reaksiyasi bilan namoyon qiladi hamda davolanish jarayonida samaralar erta boshlanadi. Demak, surunkali iridosiklit bu kasallikni bo'g'im visseral turida kechishini bitta turi bo'lib, hamda bo'g'im turida ham kuzatilishi mumkin. Ko'pincha 2-4 yoshdagi bolalarda aniqlanadi. Demak, okulistlarning maxsus tekshiruvlarida monoartrit bilan kasallangan bolalarning 3-1 qismida u yoki bu darajada ko'zning jarohatlanishi, o'liga artrit bilan kasallanganlarda esa 6-1 qism bemorlarda ko'zning jarohatlanishi aniqlanadi. Slaydda ko'rib turganingiz bu surunkali iridosiklit bo'lib, shu bemorda bo'g'im zararlanishi bilan parallel ravishda ko'zning zararlanishi kuzatiladi. Demak, autoimmun uveit xarakterli bo'lib, bunda ko'z gavharidagi o'zgarishlar birlamchi namoyon bo'ladi. Diagnostik qilish bunday bemorlarni biroz qiyinchilik tug'diradi, chunki ko'zdagi o'zgarishlar bemorda yaqqol namoyon bo'lmaydi. Faqat ko'z jarohatlanishining chuqur o'zgarishlaridan birinchi simptomlari bo'lib, bu bolaning shikoyatlarida ko'rish o'tkirligining pasayishi hamda ko'zida qum borligi sezgisini namoyon bo'lishi bilan xarakterlanadi. Demak, obyektiv tekshiruvda ko'z olmasida tomir rasmining kuchayganligi aniqlanadi. Sinehiyalar hisobidan qorachib formasining o'zgarishi natijasida jarohatlangan ko'zning yorug'likka reaksiyasi pasayadi. Bir nechta yirik bo'g'imlar zararlanganda kasallik o'tkir boshlanadi. Yaqqol namoyon bo'lgan poliartritik sindromlarda esa kuchli og'riq, bo'g'imlar konfiguratsiyasining o'zgarishi, bo'g'imlar funksiyasining buzilishi birgalikda namoyon bo'ladigan, shu bilan birga intoksikatsiyaning kuchli holatlari kuzatiladi yoki yuqori darajadagi temperaturani aniqlanadi. Demak, laborator ko'rsatkichlarida ushbu sindromda bo'g'im sindromining doimiyligi, patologik protsesga boshqa bo'g'imlarning ham jalb qilinishi xarakterli hisoblanadi. Demak, bemorlarning yarmida kasallanishning birinchi yilida suyaklarda destruksiya, keyinchalik esa ankilozlar rivojlanishi xarakterlidir. Taxminan 7-10% bemorlarda Still sindromi aniqlanadi. Bu reumatoid artritning bo'g'im visceral shakli bo'lib, bunda eng xarakterli belgilardan biri yuqori gektik temperatura bo'lishi, limfa tugullarini tarqoq kattalashuvi va og'riqliligi, jigar va taloqning kattalashini xarakterlaydi. Demak, yuvenil idiopatik artritda mana shu bo'g'im visceral turida qanday simptomlarni yuqori foizda uchrashini biz tahlil qilganimizda, demak, kardit, nefrit, allergoseptik sindrom, pnevmonit, reumatoid omil, Raynaud sindromi hamda gepatitlar yuqori foizni tashkil qildi. Demak, Still sindromi ko'pincha bolalarda birinchi belgilaridan biri bu fizik o'sishdan, rivojlanishdan orqada qolish bo'lib, slaydda ko'rganingizdek, mana 8 yoshli qizimizni ko'rsangiz, hozir 3,5-4 yoshli bolani fizik rivojlanishini aks ettirib turibdi. Mana qo'llarida, oyoqlarida kontraktura belgilarini ko'rib turibsiz. Demak, kasallikning boshlang'ich davrida bir qism bemorlarda ichki organlarda ham zararlanish kuzatiladi. Bular birinchi navbatda buyrakda bo'lib, bu glomerulonefrit klinikasida, o'pkani zararlanishi esa pnevmonit yoki interstitsial pnevmoniya shaklida bo'lishi mumkin. Yurakning zararlanishi esa reumatoid miokardit deymiz, miokarddagi o'zgarishlar bilan namoyon bo'ladi. Endi bemorlarimizda yana bir xarakterli belgilardan biri bu toshmalar paydo bo'lishi bo'lib, bu oksidativ komponent yaqqol namoyon bo'lgan bo'g'im, shu bilan birga bo'g'im apparatidagi o'zgarishlar ham qo'shilib boradi. Demak, bo'g'imdagi patologik jarayonlarni kuchli namoyon bo'lishi ayrim holatlarda bemorlarda to'g'ri tashxis qo'yilmasligi oqibatida osteomelit tashxisi bilan jarrohlik bo'limlariga tushishiga ham sabab bo'ladi. Demak, bemorlarimizda ikkinchi yarmida ko'pincha ikkinchi, uchinchi haftalarda
simptomlar paydo bo'ladi. Bunday holatlarda simptomlar unchalik yaqqol bo'lmaydi, lekin doimiy belgilaridan biri bu giperleykositoz, chapga siljigan neytrofiloz anemiya yoki autoimmun shakldagi anemiya hamda eritrositlar cho'kish tezligining ortishi bilan namoyon bo'ladi. Demak, stil sindromini kechishi bu yomon sifatli hisoblanadi va kechish jarayonida ayniqsa tez progressiyalanuvchi bo'g'imdagi o'zgarishlar xarakterli bo'lib, ko'pincha suyak to'qimasi destruksiyasi ham tez rivojlanadi va nogironlik tez shakllanadi bemorda. Demak, kasallikning bemorlarning deyarli 50%da ichki a'zolarda zararlanishi bu ko'pincha faqat buyrakdan boshlanadi degan hozirgi tushunchalar mavjud bo'lib, bu o'rinda buyrakdagi peshob analizida proteinuriyani doimiy saqlanib turishi amiloidozga bizni shubha tug'dirishi mumkin. Demak, Viscer-Fanconi subsepsisi bu ikkinchi varianti bo'lib, bu surunkali artritlar rivojlanishi hamda kasallikning aniqrog'i yuqori fazada rivojlanish turlari deb bizni qarashimizga imkon beradi. Mana Viscer-Fanconi subsepsisini klinik ko'rinishiga e'tibor qiladigan bo'lsak, albatta toshmalar bilan xarakterlanadi. Demak, allergiseptik sindromdagi bu toshmalar ham ko'pincha yaqqol gepatomegaliya va teridagi toshmalar polimorf xarakterda birgalikda kechishi kuzatiladi. Eng tipik belgilaridan biri ushbu holatda bu temperaturani ko'tarilishi, temperaturani xarakteri noto'g'ri tipli bo'lib, ertalab va kechqurun asosan ko'tariladi. Tana haroratining ko'tarilishiga qaramasdan bunday bolalar o'zlarini yaxshi his qiladi. Stil sindromiga solishtirganimizda asosiy farqi shu bilan farqlanadi. Toshmalar toshishiga e'tibor qilsak, toshmalar polimorf xarakterda bo'lib, ko'pincha makula papiliyozli yoki kamdan kam hollarda urtikar xarakterda bo'ladi. Bo'g'imlardagi og'riq kuchli bo'ladi va ko'pincha visceral belgilar ko'p qo'shilib birga kechadi. Demak, kasallikning boshlang'ich davrida bo'g'imlardagi obyektiv o'zgarishlar kamroq kuzatiladi. Demak, visceral zararlanishlarda ko'pincha miokardit va mioperikarditlar xarakterli bo'lib, agar peshob analiziga e'tibor qiladigan bo'lsak, o'tuvchi xarakterdagi gematuriya hamda proteinuriyalar kuzatiladi. O'tkir davrida qondagi leykositoz, giperleykositoz va so'yini yaqqol ortib ketishi bizga kasallikni tashxis qo'yishda yaqindan yordam beradi. Demak, yuqorida aytib o'tganimizdek, ichki a'zolar zararlanishida bu ko'pincha biopsiya va seksual materiallar olib tekshirilganda 3-1% bemorlarimizda glomerulonefrit va ko'pincha amiloidozning morfologik belgilari qayd qilinadi. Yurak zararlanishiga e'tibor qiladigan bo'lsak, ko'pincha bemorlarimizda eksudativ perikardit tashxis qilinadi. Endi kamdan kam holatlarda o'pka va plevra hamda jigarlar zararlanishi xarakterli bo'lib, bularda ko'pincha bunday o'zgarishlar bemorga berilgan terapiya yoki bo'lmasam gormon preparatlarini, mana bu bazis preparatlarni uzoq davrda qabul qilishi bilan bog'liq bo'ladi. Taqqosli tashxisga e'tibor qiladigan bo'lsak, bunday bemorlarda taqqoslashimiz asosan kerak bo'ladi reaktiv artritlar bilan hamda bo'g'imlarning travmatik va almashinuv buzilishlari bilan taqqoslashimiz kerak bo'ladi. Demak, revmatik artritga e'tibor qiladigan bo'lsak, birinchi navbatda bunda poliartrit o'zi kartinasi bunda boshqacha kechadi, ya'ni og'riq simptomi uchuvchan xarakterda bo'ladi. Bularda bunaqa simmetrik zararlanish bo'lmaydi hamda kasallikning streptokokli etiologiyasi to'liq inkor qilish imkoniyatini beradi. Almashinuv artritlarda esa bu ko'pincha fizik zo'riqish oqibatida artritlar kelib chiqadi va fizik zo'riqish chegaralangandan keyin o'z-o'zidan o'tib ketishi kuzatiladi. Endi artrozlarga e'tibor qiladigan bo'lsak, bu artrozlar ko'pincha metabolik jarayonlar bilan bog'liq bo'lib, bular ko'pincha davo massajlari,
sanitar kuror davolar oqibatida samara berishi bilan farqlanadi. Endi kasallikni davolashga to'xtaladigan bo'lsak, kasallikni davolashda quyidagilarga e'tibor qilishimiz kerak. Demak, kasallikning asosiy sabablarini bartaraf etishga harakat qilamiz. Ikkinchisi, bo'g'im sindromini kuchaytiruvchi infeksion o'choqlarni sanatsiya qilish kerak. Uchinchisi, kasallik patogenezining asosiy zvenolarini regulyatsiyalash oqibatida biz samaraga erishishga harakat qilishimiz kerak. To'rtinchisi, yallig'lanishga qarshi preparatlarni, immunodepressiv yoki fermentativ preparatlarni bo'g'im ichiga yuborish yoki peroz tavsiya qilishni tanlab olish. Beshinchisi esa ko'rsatmaga binoan bemorga nafaqat immunosupressiv, balki immunstimullovchi preparatlardan ham yoki davo muolajalaridan foydalanish kerak bo'ladi. Va oltinchisi, simptomatik terapiya, ya'ni har bir bemorda individual tarzda kechayotgan holatiga qarab bemorga qo'shimcha davo muolajalarini buyurish kerak. Va yettinchisi, ratsional ovqatlanish rejimini tashkil qilish kerak. Demak, yallig'lanishga qarshi va immun modullovchi preparatlarimiz bular quyidagilarga bo'linadi. Birinchisi, nosteroid yallig'lanishga qarshi preparatlar, ikkinchisi immunodepressantlar va immunostimulyatorlar. Va immun modullovchi preparatlar ko'pincha bazis holatda ko'rib chiqiladi. Demak, bunday preparatlar ayniqsa remissiya davrida qo'llaniladi. Endi glukokortikoidlarga to'xtalsak, bular 3-4 milligram har bir bemor kilosiga tavsiya qilinadi. Ko'pincha bunday bemorlarni davolashda steroid preparatlardan prednizolon, deksametazon, triamcinolon qo'llaniladi. Demak, ayniqsa stil sindromida bemorlarimizga nosteroid yallig'lanishga qarshi preparatlar emas, balki biz birinchi tashxisdayoq bemorga boshlashimiz kerak bo'ladi. Mana shu steroidlar yordamida davo muolajalarini boshlaymiz. Xinalin guruhi preparatlari qo'llaniladi. Bular ayniqsa delagil va plankvinil bu guruhdan, chitostatiklardan siklofosfan, xlorbutin, azatiopirin qo'llaniladi. Hozirgi kunda ko'pincha diphenitilamin yoki kuprinil, metilkaptazalar qo'llaniladi. Hamda ko'pincha bu preparatlarni qo'llash bolalardan ko'ra katta yoshdagilarda ko'proq amaliyotga kiritilgan. Endi bundan tashqari hozirgi kunda yangi preparatlardan mana shu monoklonal antitelalardan foydalanilyapti. Bular rituximab, tocilizumab misolida aytishimiz mumkin. Samarasi yuqori bo'lib, bemorlarda uzoq payt klinik remissiyaga chiqishga yordam bermoqda. Endi ko'z zararlanishi bilan kechuvchi turlarida kasallikni davoni biz birgalikda olib borishimiz kerak, albatta okulistlar bilan. Endi glukokortikoidlar konjunktiva ostiga inyeksiya qilinadi bu o'rinda va bo'g'im sindromida nosteroid yallig'lanishga qarshi va mikrotsirkulyatsiyani yaxshilovchi preparatlar bilan birgalikda olib boriladi davo. Demak, agar davolash natijasida bir oy davomida effekt bermaydigan bo'lsa, biz o'tishimiz kerak bo'ladi chitostatiklarga, ya'ni siklofosfan, ya'ni 1-5 milligram har bir bemor kilogrammiga sutkasiga ichishga yoki mushak orasiga yoki vena ichiga yuboriladi. Xlorbutin 0,1-0,3 milligram kilogramga sutkasiga beriladi. Endi haftalik doza 2 martagacha berilishi mumkin. Haftaning 2 kuni tanlanadi bunday holatlarda. Demak, glukokortikoidlarni qo'llashimizda quyidagilarga e'tibor qilish kerak. Ya'ni davo yuqori dozalarda, ya'ni 1-3 milligram na kilogram sutkasiga qisqa kurslarda, ya'ni 1,5-2 oy davomida o'tkazilishi kerak bo'ladi. Endi bo'g'im bo'shligiga dori preparatlarni mahalliy yuborish qachonki chorasiz holatlarda qilinishi kerak bolalar amaliyotida. Chunki agar bo'g'im ichiga gormon preparatlarni yuborishga bundan boshqa chora yo'q bo'ladigan holatlar bo'lsa, invalid guruhlariga chiqib ketishga erta sabab bo'lib qoladi. Demak, fizik reabilitatsiya usullaridan foydalanish ham yuqori samara beradi. Demak, bu narsani kasallikni birinchi kunidanoq boshlash kerak bo'ladi. Endi fizioterapevtik muolajalar ayniqsa yaxshi yordam beradi bundan tashqari. Ya'ni antiproliferativ so'riluvchi effekt beradigan dorilardan tavsiya qilishimiz kerak bo'ladi.
UVC ultrabinafsha nurlari ya'ni qo'llaniladi. Gidrokortizon analgin bilan fanafarez qilishi mumkin. Yoki bo'lmasam dimeksid deymiz, 50% eritmalari applikatsiya shaklida yuborish mumkin. Endi so'riluvchi terapiyalar berish kerak. Bunda quruq issiq parafinlar, geparin, nikotin kislota bilan o'tkazilgan fanaferezlardan foydalaniladi. Dispanserizatsiyaga e'tibor beradigan bo'lsak, bemorlarimizni dispanserizatsiyasi bu bir umrlik, ya'ni dispanser guruhidan chiqarilmaydi. Bunday bemorlar pediatriya amaliyotida o'tkazilgan muolajalardan keyin dispanser guruhi bevosita o'tkaziladi kattalar dispanser guruhiga. Xo'sh, kasallikning prognozi yoki oqibati uning asoratlari bilan ko'pincha bog'liq bo'ladi. Asoratlariga e'tibor bersak, bu asosan invalid guruhlariga chiqib ketishi bemorlarimizni shu bilan birga qancha kerak asoratlarni erta boshlanmasligi uchun remissiya davrini yoki kasallikning qaytalanish davrlarini orasini intervalini uzoqlashtirsak, bizni doktorlarimizni yoki shifokorlarimizni asosiy vazifasi ham shundan iborat bo'ladi. Ya'ni qancha kerak kam qaytalansa, ushbu kasallik bemorda shunchalik hayot sifati yaxshilanadi va oilada bugungi kunda reumatoid artrit kasalligi yoki bolalardagi yuvenil idiopatik artrit kasalligi hammamizga ma'lum. Bu ijtimoiy, nafaqat tibbiy, ijtimoiy, iqtisodiy hamda tibbiy muammo deb qaralmoqda. Shuning uchun o'ylaymanki, qanchalik darajada biz kasallikni erta aniqlab, uni keltirib chiqaruvchi omillarni erta bartaraf etib, kasallikni o'z vaqtida davolab borsak, o'ylaymanki, mana shu qaytalanish davridagi interval uzayadi va bemordagi hayot sifatini biz yaxshilashga erishamiz. Endi mutaxassislar maslahatiga keladigan bo'lsak, dispanser kuzatish jarayonida pediatrlar har 2-3 oyda albatta ko'rib turishligi kerak. Revmatologlar har 3-6 oyda, stomatologlar har yilda bir marta, hamda lor mutaxassislari ham yilda bir marta ko'rib turish kerak. Bundan tashqari, bemorlarda individual ko'rsatmalar asosida tor mutaxassislar, bular nevropatologlar, gastroenterologlar, boshqa yana nefrologlar hammasi o'z nazoratini olib borishi zarur bo'ladi. Demak, laboratoriya funksional tekshiruvlarga nimalarga e'tibor qilishimiz kerak? Dispanser kuzatuvida bu birinchi navbatda bemorning arterial qon bosimini o'lchab turish kerak. Chunki bunday bemorlarga biz gormonal preparatlarni tavsiya qildikmi, demak bular o'z-o'zidan fiziologik nuqtai nazardan ham arterial qon bosimini ortishiga sabab bo'ladi. Ikkinchisi, umumiy qon va peshob tahlilini 1-2 marta har oy, 1-2 oyda 1 marta 2 marta olib borishimiz kerak, qilib turishimiz kerak. Qonni biokimik tekshiruvlarini har 3-6 oyda 1 marta olib borish kerak, qilinishi kerak. Rentgen tekshiruvlari 3 oyda 1 marta, Adiskakovskiy hamda Zenitskiy tekshiruvlari yilda 1 marta. Shu o'rinda men aytishim mumkin, Adiskakovskiy tekshiruvini olib borish oqibatida buyrak amyloidozini, ya'ni buyrakni reumatoid artrit oqibatida zararlanishini eng erta aniqlash usullaridan biri hisoblanadi. Ya'ni sutkalik ajralgan siydik miqdorida qonning shakilli elementlari qanchadan chiqib ketyapti. Mana bunga qarab turib, keyin bo'g'im turlari, bo'g'im visceral turlari qaysi darajada ichki a'zolar yoki visceritlar bilan ketishini eng boshlang'ich simptomlari mana shu dastlabki Adiskakovskiy sinamasida aniqlanishi mumkin. Demak, ultratovush tekshiruvlari, ya'ni ichki a'zolarni olib borganimizda, bularni biz har 6-12 oyda bir marta qilishga to'g'ri keladi. Chunki nafaqat kasallikni o'zini kechish oqibatida, balki bemorlarimizni surunkali tarzda steroid preparatlarni qabul qilish oqibatida ichki a'zolardagi disfunksional holatlarni belgilab hisoblab turish uchun ham buni olib borishimiz kerak. Hamda yurakdagi o'zgarishlarni oldini olish maqsadida EKGni har 6-12 oyda yoki yilda 2 marta o'tkazib turishimiz zarur bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.